Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz Zangiota tumani Tutor mahallaga kelganmiz. Sizlar bilan shu 5 suv maydonga tushgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Binoyimizning umumiy kvadraturasi 750 kvadrat metr hisoblanadi ekan. Birga ko'rib chiqamiz, ketdi. Azizlar, bu uyimizda 4 spanli, sanuzel, ikkita oshxonamiz bor ekan. Orqasida yozgi oshxonamiz bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham kattagina. Hamma sharoitlari bor. Bemalol ovqat chiqadigan ovqatlarni ko'rasiz, muhandisi bor. Hamma narsasi bor. Tepasi ham havas qilingan.